Bilamizki, ijtimoiy himoya tizimi xodimlar malakasini oshirish markazi, xususan ijtimoiy himoya milliy agentligi tashabbusi bilan tashkil etilgan mana shunday o'quv jarayonlarida ish faoliyatlaringiz uchun foydali va manfaatli bo'lgan amaliy va nazariy bilimlarni oldingiz degan umiddamiz. Biz hududlardan kelib, o'zimizga kerakli ma'lumotlarni, tajribalarni almashdik. Baribir yuz ko'rishib, mutaxassislar bilan, hamkasblar bilan ko'rishib, gaplashib, fikr almashish tajribasi boshqacha. Shu o'zim nomimdan, qolaversa shu guruhdagi hamkasblar nomidan Ijtimoiy himoya milliy agentligi o'quv markaziga, rahbariyatiga hamda sizlarga, ustozlarga katta rahmat. Mashaqqatli ishingizda doim sizlarga ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Va har bir narsaning ibtidosi bo'lgani kabi imtihosi ham bo'lar ekan. Xususan trening jarayonlarini va mana shu trening jarayonlarini muvaffaqiyatli yakunlaganligingiz uchun tantanali ravishda sertifikatni topshirsam, ruxsatingiz bilan mana shu sertifikatlarni berish taqdirlash marosimiga